Hop, bu yerda lekin 24 talik qilib tayyorlaganmiz bu komplektimizni. 24 taligi nech pul bo'ladi deganlar uchun 24 taligini. Hop, 3 million so'mga qilib beramiz mana siz obunachilaringiz uchun. Yog'ochlarimiz rossiyskiy listova yog'ochida tayyorlangan. Orqa taraflarini ko'rish mumkin. Mana orqa taraflariga ham pardalar qilib medalyonlar qadalgan. Dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi? Shuni ham aytib o'tsangiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Chinor yog'ochida bo'lgan. Chinor yog'ochida tayyorlangan bu komplektimiz. Xo'p, o'zi 7 million so'm sotish kerak bo'lgan stulimizni skidka narxi. Yaxshi. Endi sizga bitta savol shu yerda. Chinor yaxshimi yoki bo'lmasa yong'oq yaxshimi? Xo'p, sifati qancha garantiya berasiz bu? Aka, ishlatsa 10 yil, 15 yil ishlatsa. Chiroyli ishlatsa bo'ldi. Endi eng anaqasi kulminatsion nuqtalari. Xo'p. 12 talik oq jemchuk rangida tayyorlangan bu ham. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyat Oltinko'l tumaniga kelganmiz. Bu yerda ustakalarimiz shunaqa stul ishlab chiqarar ekan, shu stullarni bog'iga kelganmiz. Shu akalarimiz o'zlari qo'l mehnati bilan ishlab chiqaradi. Xalqimizga arzonroq bo'lsin deb uyimizdan sotib qo'ya qolaylik. Bozorga ham olib bormasdan, bozorga olib borsangiz nano soladi, boshqa qiladi. Xullas chiqimi ko'payadi. O'shuning uchun uyni o'zidan sotib qo'yaveraylik, shtobi odamlar arzonroq narxga olsin deb uyni o'zidan sotib qo'yishyapti ekan. Bizning vazifamiz sizlarni uzoqlarga yaqin qilish, shu ustakalarimizni ishlarini rivojlantirish, qadrdonlar. Arzon narsalarni ko'proq odam ko'rish uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Yo'q. Xo'p, shu shohona stullarda hozir razmerlari necha, narx-navolari qanaqa bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Qadrdonlar, qaranglar, kelinglar. Mana stul 5,5 million so'm ekan. Hozir shu ustakamizning xonadonida 5,5 million so'm ekan. Magazinga borsangiz eng kami bahosi 7 million so'm bo'ladi. Shuni magazinda sotsa eng kamini aytyapman. Xo'p, shu stullarda hozir barcha ma'lumotlarni beramiz. Shu videomiz ko'proq odamga yetib borish uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Like shunchaki tekin sizlarga. Obunachilar, endi stullar haqida barcha ma'lumotlarni ustakamiz beradi. Shu Qo'ligul ustakamiz uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Shu Qo'ligul ustakamiz uchun bitta like arzimaydimi akalar? Qana endi biz boshladik, ustakamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Umidjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshi yetib kelib oldingizmi? Rahmat. Ishlar bilan charchamasdan, alt xizmati bilan. Rahmat aka. Xo'p, endi stullarimiz haqida ma'lumotlar bersiz. Stulni eng arzondan o'sha dehqon bobidan ko'rsatsangiz. Xudo xolasa, ketdik bo'lmasa narigi tarafdagi stullarimizdan boshlab kelamiz. Mana stullarni ko'rishinglar mumkin, juda ham ko'p. Mana bu yoqda mana shu yerda ishlab chiqarib, mana shu yerda yasab sotadi, qadrli obunachilar. Xo'p, shularmi endi? Eng arzon stullarimiz 12 talik holatida. Bu komplektimiz 12 talik stulimizni 3,5 million so'm sotilyapti turgan narxida biz 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. 12 taligining narxi. 12 talikdagi xon taxtasining uzunasi 275 ga, eni 110 bo'ladi. Xo'p. Hop, bu yerda lekin 24 talik qilib tayyorlaganmiz bu komplektimizni. 24 taligi nech pul bo'ladi deganlar uchun 24 taligini biz 6,5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini mutlaq bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan narxda qilib beramiz. Xo'p, Umidjon, mana shu yerda bitta iltimos qilaman. Hop. Bitta eng birinchi qo'ng'iroq qilgan obunachimizga, mana shu stulda xarid qilaman deb qo'ng'iroq qilgan obunachimizga nech pul qilib berasiz? Bir dona odamga faqat. Xo'p, 3 million so'mga qilib beramiz mana siz obunachilaringiz uchun. 12 talik stulni 3 million so'mga chiqarib beramiz. Bir donasiga ham? Bir kompleksini. Bir dona odamga bir kompleks. Shunday. Xo'p, yaxshi. Bu oq qanaqasi? Bu oq variantida, oq jemchuk rangida tayyorlangan, splashni deyiladi buni. Bu komplektlarimiz spinka qismlari to'liq nima bo'lgan, yopilgan. Bu oq jemchuk rangida bo'lgan. Bu komplektimiz ham narxi bir xil bo'ladi. Xohlovchilar uchun 12 talik qilib ishlatadi, xohlovchilar 24 talik stul qilib ishlatish nimasi bor. Imkoniyatlari bor. Xo'p, xon taxta bo'ladi. Xonlari peshxon bo'lib pasayadi. Xo'p, yog'ochlarimiz rossiyskiy listova yog'ochida tayyorlangan. Orqa taraflarini ko'rish mumkin. Mana orqa taraflariga ham pardalar qilib medalyonlar qadalgan. Xo'p, xohlovchilarga shu pardalar menga haliginaqa oshchalik qiladi deganlarga pardasi yo'q variantini qilib chiqarib beramiz. Xo'p, sizlarning xohishingizga qarab qanaqa joyga stul kerak bo'ladigan bo'lsa, Umidjonga murojaat qilaverasiz. Pardasini, gilamini, misol aboyga moslamoqchisa, shunga qilib beramiz desa, shundan qilib berish imkoniyatlarimiz bor hammasida. Endigi komplektimiz 14 kishilik bo'ladi. Kobra Monika. Bachalkalari 12 sm qilib ishlangan. Materiallari atachento material, chester tugmali qilingan.
Buni ham orqa qismlari mana to'liq holatda qoplangan. Bu komplektimizni 14 talik holatida 7 million so'mga Xudo xolasa chiqarib berish imkoniyatimiz bor. Dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi? Shuni ham aytib o'tsangiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Xo'p, Toshkentlikman men misol uchun Toshkentdan zakaz qilsam shaharda o'ziga bo'lsa 500 ming so'm. Shaharda o'ziga 500 ming. 500 ming so'm. Undan chetroq joylarga kelishilgan holatlarda chiroyli chiqarib beramiz. Xo'p, yaxshi. Buni yog'ochi qanaqa? Bu yog'ochi baqatera yog'ochidan tayyorlangan. Xon taxtasining uzunasi 320, eni 120 bo'lib ishlangan bular. Buni ham xon taxtasi ham bo'ladi-a? Bo'ladi. Yaxshi. Endi komplektimiz xuddi shu Cobra Monikani qoplama varianti. Yog'ochlari chinor yog'ochidan tayyorlangan. Qoplama deyilgani to'liq holatda orqalari qonli qoplangan bo'ladi. Bu komplektlarimiz ham. Orqasini bitta ko'rsatib o'ring. Mana orqa taraflari. Xo'p. Chinor yog'ochida bo'lgan. Chinor yog'ochida tayyorlangan bu komplektimiz. Xo'p, o'zi 7 million so'm sotish kerak bo'lgan stolimizni skidka narxida 6,5 million so'mga chiqarib beramiz. Mana shu stolni magazinga borib so'rasanglar 10 million so'mdan kam baho aytmaydi. Shunday. To'g'rimi, Umidjon? Xudo xolasa ishlab chiqarish, o'zingiz ko'rib turibsiz. Dehqonchilik bu. Dehqonchilik. Yaxshi. Endi sizga bitta savol shu yerda. Chinor yaxshimi yoki bo'lmasa yong'oq yaxshimi? Xo'p, xizmatlari hammasi bir xil. Yong'oq, lesivak, misol faqat yong'oq bilan chinorda vaqt ko'p olgani hisobidan nimasi narx qimmat kubolar. Aytaylik bitta nima qilib kesib qo'ysak 3 yil 4 yillab pulni zayd qilgani hisobidan bu narx qimmat. Kilesi, kraskasi hamma yo'g'i bir xil ishlatiladi. Xizmati lekin xudo xolasa odamni o'zini ishlatishiga ham bog'liq. To'ppa-to'g'ri. Misol uchun avvallab ishlatish, uni rossiyskiy yog'ochligini ham misol uchun ancha yillar xizmat qilsa bo'ladi. Endi bu Xitoy abturgul deyiladi. Cobra Monikani gullari neobычныйroq kattaroq qilib ishlangan, sidinalarga qaraganda. Xo'p, uni balandligini ham bir obunachilarga tushuntirish bering-da. Ha, endi bu balandliklari ham xudo xolasa eng kamida hozir 7 sm atrofida baland. Tugmalarining dizayniga nima qilishadi? Materiallari ham juda chiroyli qilib ishlangan. Bu komplektlarimizni 6 million so'mga chiqarib beramiz. Bu ham vodiy bo'ylab, hammasi vodiy bo'ylab, dastavkasi bepul. Yaxshi. Keyingi variantimiz baqatera yog'ochida tayyorlangan 12 talik. Bundan 2 komplekt bor. 12 taligidan 2 xil narsa, lekin narxi bir xil. Bu komplektimizni 6 million so'm sotishimiz kerak bo'lgan ishlarda 5,5 million so'm qilib qo'yganmiz. 5,5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqarib berish imkoniyatlarimiz bor. Bunaqa narx ham yo'q. Men javob beraman, shu narxda ham misol uchun boshqa joydan topa olmaysizlar. Yo'q, narxlari aytaylik qolganlardan ko'ra misol qilib aytyapman, 200 ming 300 ming so'm qimmatroqdir, lekin kачествосiga, material machalkasiga bizda garantiya kuchli. Sifati qancha garantiya berasiz bu? Aka, ishlatsa 10 yil, 15 yil ishlatsa. Chiroyli ishlatsa bo'ldi. Endi men hozir 15 yil garantiya deb qo'ysam, misol uchun kichkinaroq bolashni yiqitib olsa, sinib olsa, Xudoga ko'rsatmasin, endi u menga nima bo'lib qoladi-da. Lekin meni aybim bilan, turimidan, kraskasidan, umuman muammo chiqsa, telefonlarimiz pastda nomerlar turibdi, o'zlari uchun sarant qilib qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, yaxshi. Keyingi fasonimizchi? Bu ham mana shu bilan bir xil, faqat gulida farqi bor. Bu to'liq monika holatda. Bu komplektimizni 5,5 million so'mga sotib olaveradi. Bu ham 5,5 million so'm. Endi eng anaqasi kulminatsiya nuqtalari. Xo'p. 12 talik oq jemchuk rangida tayyorlangan bu ham. On taxtasi 320, endi 120. Yog'ochlari 100% yong'oq yog'ochida tayyorlangan. Bunimizni 6 million so'mga chiqarib beramiz. 6 million so'm. Yaxshi. Xonani hammasini razmeri bir xilmi hozir? Ha, 12 taliklarda hammasida razmerlari bir xil chiqaveradi. Agar endi uylari kattaroq bo'lib, sal holiroq o'tiraymen desa, 3,5 metr, 4 metr holatiga qarab qilib beramiz. Keyingi komplektimiz joziba, kapalay fason deyiladi. Bularimiz 20 talik qilib ishlaganmiz. Kami bir 8 metr zal bo'lishi kerak buni sig'dirishlik uchun. Bo'lmasa 9 metr, 10 metr bo'lsa juda a'lo darajada bo'ladi. Oyoqlari simaqlarda ishlangan. Xon taxtasining uzunasi 5,5 metrga endi 120 qilib ishlab berganmiz. Bu simaqlardan 4 ta bor, ha. Shuni hisobidan hozir narxlarni aytib o'tamiz. Agar mana simaqlasini oldi ko'rinishiga ikkita qo'ysak bo'ladi desa ham narxlar ancha tushib qoladi. Yo'q, oddiyroq neobычный desa ham unda ham narxlar shu. Hozir uni to'liq tushuntirib o'taman. Stullar to'liq 100% yong'oq yog'ochida tayyorlangan. Materiallari turetskiy material. Sidinalari to'liq kelgan, machalkasi 12 sm qilib ishlangan. Xizmatiga xudo xolasa garantiyalar bor.
Xo'p, endi smalasiga yetib keldik. 4 ta smalali bo'lsa, shu komplektimiz 12,5 million so'mga chiqarib beramiz. Ha, yo'q, menga 2 dona smalasini o'zi kerak deydigan bo'lsa, 11,5 million so'mga chiqarib beramiz. 4 donasi narxi balandroq chiqadi-da. Agar yo'q, oddiy manaqadan bo'laversin, 20 ta stul bo'lsin desa ham aloqaga chiqsa, to'liq o'zimiz ma'lumotlarni berib, nimalarni tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Klient xohishiga qarab, klient tarafga, xohlagan tarafiga yuraverasiz, ha, Umidjon? Shunday. Yaxshi. Endi hozircha shumi endi? Ha, hozir shularimiz bor. Qolgan telefonda gaplashsa, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqsa, kataloglar bor. To'liq hammasini tashlab beramiz. Keyin mana shu yerda turgan stullar sotuvda hozirda tayyor. Telefon qilganlar uchun tez-tez chiqarib beramiz. Muddati ham uzoq emas. Agar bular tugab bo'lgan taqdirda ham 1 haftaning ichida vodiy bo'lib yetkazib beriladi. 1 haftaning ichida o'sha viloyatlarga ham yetib boradi, Alloh xolasa. Xo'p, yaxshi. Rahmat sizga, Umidjon. Kam bo'lmang, salomat bo'ling, xalq xizmatidan charchamang. Hurmatli obunachilar, sizlarga ham rahmat. Videoni oxirigacha tomosha qilganinglarga. Videoda oxirida ham bizning kanalda yangilar bo'lsa, like bosmagan, hali ham like qilganadigan obunachilarimiz bo'lsa, like bosib qo'yavering, tekin.